Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ummatning ulug'lari haqidagi olib borayotgan darsimizning navbatdagisi kecha mana Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan edik. Bugun davom etkazamiz. Abdulloh ibn Muborak hajga chiqqan bir safarida Kufaga to'xtadi. U kishini karvoni xuddi podshohlarning karvoniga o'xshar edi. U kishi o'zi bilan ovqat olib ketar edi yo'lga. Qo'g'rilgan, pishirilgan tovuqlarni o'zidan 12 ta tuyaga yuk bo'ladiganchasini olar edi. Undan tashqari boshqa taomlar, ya'ni o'zini hamrohlarini falludaj degan taom bilan ham ikrom qilar edi. Ko'p ro'zador bo'lar edi. Iftor qilganda o'zi ovqatlarni ko'tarib tarqatib berardi odamlarga. Ana shu safarlarning birida Abdulloh ibn Muborak o'zini hamrohlari bilan Kufaga yetib keldi va Kufa ahliga ocharchilik yetganini ko'rdi. Qarasa bir qiz, kichkinagina qizcha axlatxonani tutib yuribdi. Kuzatib turuvdi. Ana shu joydan bir o'lik qarg'ani jussasini topdi-da ko'tarib olib ketdi. O'zini g'ulomiga borib qarachi, nimaga olib ketdi ekan? Hali g'ulomi bordi, uyiga so'rasa, 3 kundan beri hech narsa yeganimiz yo'q. Qornimiz och. Yo'lovchilar berib ketgan narsani yeymiz, yo'q bo'lsa yo'q. Shunda Abdulloh ibn Muborak bu narsani eshitib turib, yuzini to'sib yig'ladi. Alloh yordam beruvchi. Biz tovuqni, falludajni yeb turganimizda bular o'lik qarg'ani yeydimi? Keyin o'zi bilan ketayotgan hamrohlariga ortinglarga qaytinglar. Bir yil haj yo'q ekan biz uchun. Moliylarda hammasini, taomiylarda hammasini Kufa ahliga bo'lib beringlar dedi. Karvon kishilar o'zlari bilan olib ketayotgan hamma taomni shunday qilib Kufa ahliga bo'lib berdi. Shunday qilib haj qilmasdan orqaga qaytishdi. Albatta endi bu Abdulloh ibn Muborak ko'p marta haj qilgan, ana shu tatavvu hajlardan biri bo'lishi kerak. Musulmon kishi o'zini zimmasida birinchi marta borayotgan haji farzi ayin bo'ladi, undan keyingilar tatavvu bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak mana shu safardan qaytib uyiga bordi-da, uxlayotganida tush ko'rdi. Tushida nido qiluvchi hajjun mamrur, sa'yun mashkur, zambur mag'fur deb unga duo qilayotgan edi. Ya'ni amalingiz qabul bo'ldi degan ma'no bor edi. Albatta bu holat Abdulloh ibn Muborakni dinni maqsadini qanchalar yaxshi teran tushunganligini siz bilan bizga ko'rsatib turibdi. Hozirda ham shunaqa odamlar bor. Qo'shnisi tirishligini zo'rg'a o'tkazadi, biladi. Ehtimol aka-ukalari uysiz ijara ko'chib yurgan bo'ladi. Shunaqa bo'lib turib, 7-marta hajga borishim, 9-marta hajga borishim deb maqtanganini ko'rasan. Birodar, senga bir marta borishlik farz. Undan keyingisi tatavvu, sen uchun nafl savob bo'ladi. Endi seni qo'lingdagi shunaqa katta dunyoing bor ekan, akang, ukang uyini bitkazib olmay turgan paytda yordam berishligi ma'qulroq bo'ladi. Biz birinchi marta boriladigan farz bo'lgan hajni aytmayapmiz, e'tibor beringlar shu narsaga. Qo'lingizdagi dunyo atrofingizdagi odamlarga siz uni sarflashlik uchun berildi. Abdulloh ibn Muborak bu kishini hayotini kuzatadigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? U kishi birinchidan bitta yo'nalishga qattiq e'tibor bergan. Fiqhga, ilmga. Mana shu narsaga bori fikrini burgan, lekin hayotni boshqa sohalarini ham beparvo tashlab qo'ygan emas. Axloq, muomala, tijorat, xayr-ehson, jamiyatning ichida yashash, odamlarga foyda keltirish. Payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallam so'rashgan: "Man afzalun nas?" Odamlarning eng afzali kim deb so'ralganida anfa'uhum lin-nas deb javob berganlar Rasululloh. Odamlarga foydaliroq bo'lgan kishi. Ya'ni xudbin bo'lmagan, jamiyatga foyda keltira oladigan odam eng yaxshi inson bo'ladi musulmonlarning ichida. Demak, siz bilan biz ham o'zimiz uchun bir sohani tanlaymiz. Tijoratmidi, hunarmidi, ilmmidi, shu sohada peshqadam bo'lishlikka, ilg'or bo'lishlikka harakat qilamiz. Lekin boshqa sohalarni nima qilmaymiz? Tashlab qo'ymaymiz. Abdulloh ibn Muborak badavlat, nasl-nasabli oilada tug'ilmagan edi. Ammo u kishining otasi o'ta taqvoli inson edi. Mana shu narsani Ibn Muborakning shaxsiyatiga ta'siri qattiq bo'ldi. Mana Abdulloh ibn Muborakka Alloh taolo g'ayrioddiy yodlab qolishlik qobiliyatini, iqtidorini bergan edi. Endi mana shunga qo'shib bu kishi irodasi mustahkam bo'ldi, qattiq mehnat qildi, siz bilan biz mana ko'rib turgan holatga yetib keldi.
U kishining zamonasidagi ulamolardan biri aytadi, ko'zim mana shu 4 kishidek boshqa bir kishilarni ko'rmagan. Savriydek hadis yodlagan kishini ko'rmadim. Shu'badan ko'ra dunyodan behojat kishini ko'rmadim. Molikdan ko'ra aqlliroq kishini ko'rmadim. Abdulloh ibn Muborakdan ko'ra ummatga nasihatgo'yrog'ini ko'rmadim. Bu kishi ummati Muhammadiyaga o'ta bir shafqatli nasihatgo'y edi. Ummatini juda ham yaxshi ko'rar edi. U kishidan rivoyat qilinadi, aytardi ekanki, qani edi Alloh meni ummati Muhammadiyaga fido qilsa. Sufyon as-Savri aytadi, Sufyon as-Savri mana bu siz bilan biz bilgan, yaxshi ko'rgan to'ralar mazhab boshilar bilan ilm darajasida teng bo'lgan kishi edi. Sufyon as-Savri aytadi, umrimning hammasi Abdulloh ibn Muborakning umrini 1 yiliga o'xshashini istar edim. Ibn Muborakning 3 kunchalik bo'lishiga ham qodir bo'lmayman dedi. Qaranglar kimlar qanaqa baho beryapti. Zamondoshlari Abdulloh ibn Muborakni sahobalarga tenglashtirishar edi. Ammo sahobalar albatta Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan, u zot bilan birga jihodlar qilishgan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakning o'g'li ustun bo'laveradi. Sahobalar Muhammad alayhisalomga hamroh bo'lishligi uchun tanlangan bandalar. Keyingi davrdagilar har qancha ilmda, taqvoda, xayr-ehsonda ulug' bo'lmasin, sahobalarning martabasiga hargiz yeta olmaydi. U kishi o'zini nafsi bilan qattiq kurashar edi. Kun bo'yi o'tirib toatdan boshqa so'zni gapirmas edi. Albatta bu ham himmatning oliyligidan, irodaning mustahkamligidan edi. Ibdo. Al-Mu'di degani bizi tilda aytganda peshqadamlari, ilg'orlari, yetuk insonlari, yangi narsani olib chiqqan kishilar, liderlar. Ilhom 1% bo'ladi. Alloh tomonidan berilgan. Ulug'likni 100% ga bo'lsak, 1% Alloh tomonidan ilhom bo'ladi, qolgan 99% bandadan bo'lgan harakatdan bo'ladi. Endi bu ummatning ichida bir ulug' inson bo'laman degan, qalbida bir oliy himmati bor bo'lgan yigitlar, yoshlarimizga aytyapmiz bu narsani. Mehnat qilish kerak, gap qisqasi. Mehnat qilish kerak. Abdulloh ibn Muborak o'zini so'zlarini terib, tekshirib gapirar edi. Shuning uchun shogirdlarga ham aytardiki, albatta sizlarning so'zlaringizni yozib turadigan farishtalar bor. Ya'ni o'ylab gapiringlar dedi. Ulamolardan biri aytadi, Abdulloh ibn Muborakni ishiga nazar soldim. Sahoba-i kiromlarning ishiga nazar soldim. Qarasam, sahobalarni Abdulloh ibn Muborakdan oshiqcha ishi bo'lmagan ekan. Amalda bir xil bo'lib qolgan ekan. Faqat hozir aytib o'tdik, sahobalar Rasulullohga ham suhbat bo'lishgan. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborakdan baribir ular ustun bo'laveradi. U kishining o'zining ilmida, saxovatida, taqvosida sahobalar darajasiga yetib qolgan edi. Suvayd ibn Said aytadi, Abdulloh ibn Muborakni Makka da ko'rdim. Tavofni tugatdi-da, Zamzam oldiga kelib suvni oldi. Odamlar qarab turishibdi. Suvni qo'liga olib turib, qiblaga yuzlanib dedi: Parvardigoro, falonchi falonchidan, u esa falonchidan, u esa falonchidan, u esa Rasulullohdan rivoyat qildi. Qarang, Rasulullohning hadisini aytish uchun duo qilayotgan bo'lsa ham roviylarni keltirib o'tyapti. Rasululloh dedilar: "Ma'u Zamzam lima shuribalah." Rasululloh aytganlar, Zamzam suvi nima uchun ichilsa, bas u shu narsa uchun. Shifo deb ichsangiz shifo, suv deb ichsangiz suv, ovqat deb ichsangiz ovqat. Zamzam suvi nima deb ichsa o'shuning uchun degan Rasululloh. Men bu suvni u kunning chanqog'i uchun ichyapman dedi. Qiyomat kunining chanqog'i uchun ichyapman dedi. Qarang, dunyoda katta ulkan ilmga erishdi. Qo'lida dunyosi juda ham katta bo'ldi. Dunyoda juda katta narsalarga erishdi. Endi suvni nima niyat qilib ichyapti? Qiyomat kuni chanqog'ini Alloh taolo u kishiga bermasligi uchun. Qiyomatning chanqog'idan qutulishlik uchun. Abdulloh ibn Muborak Az-Zuhd nomli kitob yozdi. Bu insonning ruhoniyatini, qalbini tarbiya qiladigan ma'nodagi kitob edi. O'sha davrdagi ulamolar kitob yozsa, kitoblarini shogirdlarga o'qib berardi, ular yozib o'tirishar edi. Tushunishmagan joyini bo'lsa sharhlab berar edi. Bu zuhd Rasulullohning hayotidan, sahobalarning hayotidan juda ham bir ta'sirchan bo'lgan, insonning qalbiga bir ta'sir qiladigan qissalar bilan to'lgan edi. O'qib berardi-da, o'zi yig'lar edi. Shunday yig'lardiki, kitobni o'qishlikka quvvat yetmay to'xtab qolar edi.
Shunda qattiq yalab qo'yganda bironta shogirdi jur'at qilib savol so'ra olmas edi. Ilmni ko'ring, ihsonni ko'ring, taqvoni ko'ring, kamtarlikni ko'ring, himmatni oliyligini ko'ring, qalbini yumshoqligini ko'ring, yana ko'z yoshlarini ko'ring. Agar o'lim haqida gapirsa, xuddi o'lgan odamdek bo'lib qolar edi. Abdulloh ibn Muborakni bir shogirdi aytadi. Mana endi u kishini jihodda qilgan ishlaridan. Shom yerlarida jihodda edik. Dushmanga ro'baro bo'ldik. Dushman tomonidan bir pahlavoni chiqdi-da, muborazani talab qildi. Yakka-makka olishgani bir odam chaqirdi. Musulmonlardan bir kishi chiqdi, Rumlik uni qatl qildi. Kuchli jangchi. Yana mubaraza talab qildi. Yana bitta musulmon chiqdi, uni ham qatl qildi. Yana mubaraza talab qildi, uchinchisi chiqdi, uni ham qatl qildi. 3 ta odamni qatl qilib, muborazani yana talab qilib turibdi. Shunda musulmonlarning bahodirlardan, pahlavonlardan bittasi chiqdi, uni ham qatl qildi Rumlik. Yana muboraza deb turibdi. Musulmonlar xavotirga kirib qolishdi. Shunda yuzini niqob bilan to'sgan bir kishi chiqdi, u bilan olishdi, Rumlikni qatl qilishga muvaffaq bo'ldi. Shunda Rumliklardan bir to'p kishilar unga hujum qildi, boyaga musulmonga, yuzini to'sgan musulmonga. Ulardan 7 tasini qatl qildi. Ular qaytib ketdi, so'ngra chodirga ketdi bu kishi. Qo'shinni amiri kelib, ana shu odamning kimligini menga bilib beringlar dedi. Chodirni istab topib borishuvdi, u kishi Abdulloh ibn Muborak ekan. Musulmon odam mana bu dunyoda ishi, mana dinda ishi demaydi, tengushadi hammasini. Ma kitob bitta qo'lida bo'lsa, gantel ikkinchi qo'lida bo'ladi. Shunaqa tushunishimiz kerak islomda birodarlar. Mana Abdulloh ibn Muborakni qarang. Qanaqa sohada bo'lsa, shunda lider bo'lavergan ekan, peshqadam. Taqvo, ilm, ihson, qalbni bir yumshoqligi, saxovat, sport va jang maydoni. Qaranglar. Mana qanaqa bo'lish kerak, ukalar. Mana biz kimdan o'rganishimiz kerak? Mana biz kimga ergashishimiz kerak? Abdulloh ibn Muborak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ahli baytiga alohida bir ehtimom qilardi, hurmat qilar edi. Banu Hoshim urug'idan bo'lgan, payg'ambarimizning urug'idan bo'lgan bir kishi Ibn Muborakni majlisiga keldida hadis eshitmoqchi bo'ldi. Aytdiki, odamlarni chiqarib olib, alohida o'zimga hadis aytib bersangiz dedi. Abdulloh ibn Muborak ko'nmadi. Hamma qatori eshitasiz dedi. Shunda boyagi Banu Hoshimdan bo'lgan sharif kishi g'ulomiga tur, ketdi, yur. Bizga bu kishi hadis aytishni xohlamayapti dedi, turib chiqib ketdi. Chiqib uloviga berib endi jilmoqchi bo'ldi. Abdulloh ibn Muborak yugurib bordi-da, ulovning ipidan ushlab oldi. Ya'ni hijolat bo'lgandek. Shunda nima qilyapsiz dedi. Hadis aytib ber desam, unamadingiz. Endi ulovni ushlab turasizmi endi deganida aytdiki, men o'zimni nafsimni siz uchun xor qilaveraman. Rasulullohning xonadonidan ekanda bu kishi. Lekin Rasulullohning hadisini xor qilmayman hech kimga dedi. Chunki Rasulullohning hadisi din akalar. Din. Dinni o'rgangani kelganda bu yerdagi boy ham, kambag'al ham, katta ham, kichik ham nima bo'ladi? Bir xil o'tirishlik kerak. Jabroil alayhisalomni payg'ambarimiz oldiga kelib ilm talab qilganligini bilamiz. Odob bilan kelib, savollarni chiroyli so'raganligi. Abdulloh ibn Muborak yashagan davr birodarlar sahobalarning davriga yaqin edi. Bilasizlar, Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu, Muaviyat ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu lar o'rtasida fitnali kunlar bo'lgan. Zubayr ibn al-Avvom, Talhat ibn Ubaydulloh, Oysha onamiz roziyallohu anha, bularning o'rtasida fitnalar bo'lgan. Odamlar har xil gaplarni gapirishgan. Abdulloh ibn Muborakni mana shu haqida aytgan so'zi, sahobalar orasida kechgan narsa fitna. Men ularni birontasini fitnachi demayman dedi. Chunki birodarlar, ularning hammasi Alloh ulardan rozi bo'lgan kishilar edi. Ularni fitna ahli bo'lishi mumkin emas. Lekin xatolarga yo'l qo'ygan bo'lishi mumkin, inson ma'sum emas. Lekin nima bo'lganda ham bular yaxshilikni niyat qilishgan. Sahobalar haqida faqat yaxshi gapni gapiramiz. Mana shu tushuncha, mana shu e'tiqod Abdulloh ibn Muborakdan vorid bo'ldi va ummat orasida nima bo'ldi? Keyingi yoyildi, tarqaldi. Biz ham bu masalada tilimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytadi: Taqvodor zotlar ham 4 ta narsadan omonda bo'la olmaydi. Eng taqvoli odam ham mana shu 4 ta narsadan xotirjam bo'la olmaydi. Birinchisi, o'tgan gunohlardan xotirjam bo'la olmaydi. Chunki Alloh ularni kechiradimi yo yuziga soladimi qiyomat kunida hech kim bundan xotirjam bo'la olmaydi. Ularni eslab, istig'for aytib Alloh taolaga olib borib turishlik kerak doimiy suratda.
Ikkinchisi, qolgan umrda qanday halokat borligini hech kim bilmaydi. Kelajakda nima fitnalar turibdi, taqvoli odam ham bilmaydi. Alloh biladi qalbi qaysi holatga ketadi bandani. Uchinchisi, unga berilgan narsani fitna emasligini ham hech kim bilmaydi. Pul berdimi, ilm berdimi, quvvat berdimi, mansab berdimi, nima berdi? Shu bilan boshqalardan ko'tarilib turibsiz. Shu narsani fitna emasligini hech kim bilmaydi. Ehtimol bu istidrojdir. Ko'tarib yerga urishdir. To'rtinchisi, qalbni bir soatda o'zgarib, aynib qolmasligini ham hech kim bilmaydi. Hadisda aytilgandek, insonlarning qalblari Allohning barmoqlaridan ikkita barmog'ining o'rtasida. Xohlagan tomoniga burib qo'yadi. Qalblarni burib qo'yuvchi bo'lgan Parvardigorim qalbimni iymoningda sobit qilgin deb. Bilmaysiz ertaga qanday bo'lishligingizni. Abdulloh ibn Muborakning hikmatlaridan. Bizni zamonimizga ukalar, ko'zimizni katta ochaylik, juda ham mos keladigan hikmatlar ekan. Mana shu gapni to'g'riligiga hujjat bormi, domla? Oyatmi, hadismi, deydigan ukalar ham yo'q emas. Hujjat so'raveradi hamma yo'qqa. Akalar, ayrim narsalar hayot davomida ko'rilib, hikmat tariqasida, tajriba tariqasida haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, 2 kir 2 to'rlik haqida Qur'onda oyat yo'q. Samolyotga chiqishlikka ruxsat bormi? Poyezd, telefon, soat tushunarlimi? Hujjat so'ravermaylar hamma yo'qqa. Ayrim narsalar hayotiy tajribadan kelib chiqib haqiqatga aylanib qoladi. Masalan, nazardan qolma deydi. Hujjat bormi bunga? Abdulloh ibn Muborak aytadi: kim ulamolarga bepisand bo'lsa, oxirati ketib qoladi. Kim amirlarga bepisand bo'lsa, dunyosi ketib qoladi. Kim birodarlariga bepisand bo'lsa, muruvvati ketib qoladi. Akalar, ulamolarni yomon ko'rishlik besabab aqidaviy masala. Bir olimni aniq bir aybi uchun emas, besabab yomon ko'rayotganligi sizni iymondan chiqib ketishingizga sabab bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak aytayapti. Ulamolarga bepisand bo'lmaylik ukalar. Tilimizni tiyaylik. Chunki uni yomonlamasa siz hech qanday bir zarar yo'q. Lekin besabab yomon ko'rib yomonlab yurgan bo'lsangiz dindan ketib qolasiz deyapti.